Git 38. Alloh taolo shunday deydi: Ey odam bolasi, yaxshilik qil. Chunki u janofatning kalitidir va seni u yerga olib boradi. Yomonlikdan o'g'lan, chunki u do'zaxning kalitidir va seni u yerga olib boradi. Ey odam bolasi, bilib qo'y, sen nima qursan ham bu buziladi. Sening hayoting ham shu kabi buziladi. Tanang qurg'oq yer uchun, sen to'plagan mol dunyoning vafot etganlar uchun. Sen undan zavqlanasan boshqalar uchun. Hisob-kitob va afsus sen uchun. Sening amallaring qabringda do'stingdir. O'zingni hisobga ol, to sen hisobga olinmay turib. O'zingni menga bo'ysundir. Meni oslushmaslikdan ogohlan. Men berganga rozi bo'l va menga shukr qiluvchilardan bo'l. Ey odam bolasi, kim gunoh qilsa va kulsa, men uni qo'zg'olonchilik bilan do'zaxga kiritaman. Kim mening oldimda qo'rqib yo'l qillaydi, men uni xursandlik bilan janofatga kiritaman. Ey odam bolasi, qancha bo'ylar borki ular qiyomat kuni qashshoqlikni xohlaydi. Qancha zo'ravonlar borki ularni o'lim kamsitdi. Qancha shirinliklar borki ularni o'lim achchiq qildi. Qancha insoniy baxtlar borki ularni o'lim qayg'urtdi. Qancha shodliklar borki ular uzoq qayg'u tug'dirdi. Ey odam bolasi, agar hayvonlar sen bilganingdek o'limni bilsa, ular oqibat halok bo'lguniga qadar ovqat va suvdan tiyilar edi. Ey odam bolasi, agar seni faqat muammolari va og'riqlari bilan taqdir qilgan bo'lsam, sen tunda tinchlanmaysan va kunduz xursand bo'lmaysan. Endilikda undan keyingi og'riq qanday bo'ladi? Ey odam bolasi, o'limdan olgan hadyalaringni abadiy hayotdagi ne'matlar deb bil. Sening qayg'uing va hasrating omadli amallarning yo'qotilishi uchun, merlikka shodlanishing yesdan chiqarilgan dunyo uchun emas. Ey odam bolasi, men seni yerdan yaratdim. Yerga qaytaraman va yerdan qayta tiriltiraman. Dunyo bilan xayrlash va o'limga tayyorlan. Bilib qo'y, agar men qullarimni sevsam, men ularni dunyodan ajrataman va abadiy hayot uchun tayyorlayman. Men ularga dunyo nuqsonlarini ko'rsataman. Undan himoya qiladi va jannat ahliga xos amallarni amalga oshirishga undayman va mening rahmatim bilan janofatga kiritaman. Agar men qulga g'azablansam, u mening yoddan chiqishi bilan dunyoga tortilur. Dunyoviy amallar uchun ishlatiladi va do'zaxga loyiq bo'ladi va men uni u yerga solaman. Ey odam bolasi, har qanday hayot qancha uzoq bo'lmasin tugaydi. Dunyo soya kabi qisqa va keyin ketadi, qaytmaydi. Ey odam bolasi, men seni yaratganman. Sening taqdiringni belgilayman. Men seni tiriltiraman. Men seni o'ldiraman. Men seni qayta tiriltiraman va sening amallaringni hisoblayman. Agar gunoh qilsan, uni oxiratda ko'rasan. Biroq sen o'zing uchun zarar yoki foyda keltira olmaysan. O'lim, hayot va qiyomatda hech narsani o'zgartira olmaysan. Ey odam bolasi, menga bo'ysun va xizmat qil. Sening taqdiring uchun xavotir olishing shart emas. Men seni yetarlicha ta'minlayman. Ey odam bolasi, qolmagan narsani o'z zimmangga olish va yakunlamagan amaling uchun shodlanish nimaga kerak? Ey odam bolasi, qanday qilib inson o'lim bilan yakunlanadigan dunyo uchun xursand bo'ladi? Qanday qilib inson o'zi uchun abadiy uy, qabrda bo'lishi kerakligini eslamay, dunyo uyida shodlanadi? Ey odam bolasi, kichik rizq va shukr ko'p va noshukurlikdan yaxshi. Ey odam bolasi, eng yaxshi boylik yuborilgan amallaring, eng yomon boylik bu dunyoda qoldirgan mol dunyo. Amalga oshir va uni mendan ol. Ey odam bolasi, har bir tashvishliga men osoyishtalik beraman. Har bir pokayo so'raganga men Allohning af etuvchisi. Har bir gunohdan qaytganga men gunohlardan himoya qiluvchi. Har bir yalangochga men kiyam beruvchi. Har bir qo'rqqonga men qo'rquvdan xalos qiluvchi. Har bir ochgachaga men to'yib oziqlantiruvchi. Menga bo'ysunuvchi va mening qilayotgan ishlarimdan rozi bo'lgan qulga men
yordamchi va qalbini shod qiluvchi. Ey Musa, boylikni muhtoj va yolg'izlarning molidan olgan kibur, men uni bu dunyoda muhtoj qilaman va oxiratda azoblayman. Bedilar va zaiflar bilan zo'ravon